Gambiya lazıcının go'shtini velib las eshib qoldi-ku deyman. Men bugun sizlarga go'shtdan bakrak las yeyishib bo'lgan qilish usulini kutib qo'yay. Qilish usulimi nihoyat oddiy bo'lib, bir liqitim ko'rsangiz chuqur bugun alaysiz, samsi gurish boshlashlik ketdi. Avval to'q go'shtni ushshaq to'g'ri olamiz. Cho'ng kichiklikki men mushalat bo'lsa nihoyat o'lchamlik bo'ladi. Ondan buni tamlantirish uchun ustiga oz miqdorda tuz, xo'roz tuxumining seriqi va ikki qush atrofida shingchoq berib, oz tufni ravs aralashtirib 10 minut qo'yib qo'yamiz. Endi muhim yerga keldik. Achchiq yo'q kesgan lapizni sug'uchilab yumshatib olamiz. Ondan qachiga 2 qush kraxmal, 1 qush kunjut va oz miqdorda tuz solib, arasa aralashtirib o'tgandan keyin baya sug'uchilib olgan lapizni solib, cho'qim mening qo'lim bilan oz tufni ravs aralashtirib olamiz. Ondan qozonga ko'proq may qo'yib, mayning gradusini tuvan holatda lapizni solib, man musholatda uzoqroq zoli qilsak, laza bir xil churik holat keladi. Ondan buni suzib o'tgandan keyin baya biz tayyor qilib olgan to'q go'shtni solamiz. Araliq ko'rib misha kepsa urib tuqqanlar, ajrimga haqsiz yurakdan birini besib qo'llab qo'ysanglar rahmat. To'q go'shtni ham suratdagidek mana shunday sarg'och holat kelgandan keyin buni suzib olib, qozonga nihoyat oz miqdorda may qo'yib, zanjivil, so'm piyozlarni solib, birdan qorib, mizlik purqini to'liq chiqarib olib, cho'ng ustamning lazi tez qo'zidan 2 qush atrofida solamiz. Cho'ng ustamning cho'ngligi bor deb oilda lazi qilsanglar, rangi va ta'mini yaxshi chiqarmagan do'stlar, buni ishlatib beqinglar. Orqadan to'q go'shti chingsay lazlarni solib, bir necha aralashtirib yetib, to'g'rab tayyor qilib qo'ygan ko'k laza va 2 qush atrofida kunjut chechib, yana 7-8 aralashtirib o'rib qo'yiblar, taqsigelib iste'mol qilsak bo'ladi. Amsa oxirida qo'llash bakati do'stlar, faqat taqsiz yurakdan birini besib yetib, piyonlar rayoniga gullarni yo'llab qo'ysanglar, buningdan ortiq qo'llash bo'lmaydi. Kelar sani ko'rishaylik, xayr xo'sh.